Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan 1 taqsim kosinus kub x funksiyasining boshlang'ich funksiyasi, ya'ni integralni ko'rib chiqamiz. Bu uchun biz integral mana funksiyani ikkita ko'rinishga yozib olamiz. 1 taqsim kosinus kvadrat x dx. Ana endi bu funksiyani bo'laklab integrallash formulasiga qo'yamiz. Ya'ni uv minus integral v da u. Mana shu ko'rinishda bizda formulamiz bor. Ya'ni endi biz shunday funksiya tanlashimiz kerak. Bizda xoslasi, ya'ni u deb belgilaganimizda xoslasi mavjud bo'lishi kerak. Biz osonroq xosla olinadigan, ya'ni kosinus x dan olamiz. dv deb boshlang'ichi bor funksiya, ya'ni 1 taqsim kosinus kvadrat x dan tanlaymiz. Bunga ko'ra u deb belgilagan funksiyamizdan du, ya'ni xosla olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 taqsim kosinus x dan xosla olamiz. Buni xoslasi kosinus x da minus birinchisi deb olsak, bundan xosla oladigan bo'lsak, xo'sh, minus oldiga sakraydi va kosinus minus 2 darajada bo'ladi va bu murakkab funksiya bo'lgani uchun kosinusni o'zidan ham xosla olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni kosinusdan xoslamiz minus sinus bo'lgani uchun buni plyus qilib ketadi. Sinusimiz sinus x. Demak, buni xoslasi sinus x taqsim kosinus kvadrat x ga dx ga to'g'ri kelgan. Demak, du'miz teng bo'lar ekan quyidagi holatga. Ana endi davom etamiz. Ana endi dv deb kiritgan funksiyamizdan, ya'ni bu xosla turibdi, boshlang'ich olishimizga to'g'ri keladi. Boshlang'ich oladigan bo'lsam v ga qaytadi va bu tomondan ham boshlang'ich olishimga to'g'ri keladi. V ni, ya'ni 1 taqsim kosinus kvadrati boshlang'ichi biz bilamizki tangens x holatga keladi. Ya'ni endi funksiyani mana bu formulaga olib borib qo'yamiz. U kim? U bizada 1 taqsim kosinus x. V'miz tangens x. Yuqoriga ko'paytirib qo'ysam bo'ladi. Tangens x ga teng minus integral v da u. V'miz bizda tangens x ko'paygan. du'miz bizda mana bu. du'miz sinus x taqsim kosinus kvadrat x dx ko'rishga keladi. Ana endi biz mana bu tomonni integralini hisoblashga o'tamiz. Hisoblash uchun bizda xo'sh, nima hisoblayapmiz o'zi biz? 1 taqsim kosinus kub x ning boshlang'ichini hisoblayapmiz. Quyidagi ko'rinishga keldi. Tangens x kosinus x minus integral, mana bu tangensni biz sinus x taqsim kosinus x ko'paygan sinus x taqsim kosinus kvadrat x dx ko'rinishga olib qolamiz. Ana endi integral 1 taqsim kosinus kub x dx teng tangens x taqsim kosinus x'imiz minus ko'paytirib oladigan bo'lsak integral sinus kvadrat x taqsim kosinus kub x ko'rinishga keladi. Ana endi davom etadigan bo'lsak 1 taqsim kosinus kub x dx'imiz teng bo'lar ekan tangens x taqsim kosinus x minus integral, mana uni 1 minusdan sinus kvadrat x taqsim kosinus kub x deb yozib olsak bo'ladi. Bundan bizlar hadma-had bo'lib olamiz. Integral 1 taqsim kosinus kub x dx tangens x taqsim kosinus x integral 1 taqsim kosinus kub x minus, mana minus ichkariga ta'sir qiladigan bo'lsa, adden integral oladigan bo'lsak dx plyus bo'lib ketadi. Plyus sinus kvadrat x taqsim kosinus, mana bu kosinus bo'ladi bizda. Xato qilibmiz.
kosinus kvadrat x bo'ladi. Kosinus bo'ladigan bo'lsa, kosinus kvadrat x ni kosinus kub x ga bo'ladigan bo'lsak, 1 taqsim integral kosinus x dx ko'rishga keladi. Ana endi bizda mana bu ifodamiz ayirma turibdi. Bu tomonga yig'indi shaklida o'tkazib yuborsak bo'ladi. Ikkita integral 1 taqsim kosinus kub x dx teng tangens x taqsim kosinus x plus integral 1 taqsim kosinus x dx ko'rishga keladi. Ana endi bizda qiziqarli holat mana bu kosinus 1 taqsim kosinus x ni boshlang'ichini hisoblab olsak, biz qolganini hisoblab 2 ga bo'lib qo'ysak javob chiqadi bizda. Ana endi biz addenni 1 taqsim kosinus x dx ko'rinishdagi funksiyani integralini qaraymiz. Ana endi buni integralni hisoblash uchun biz quyidagicha, ya'ni integral 1 taqsim kosinus x ni o'ziga suratga ham 1 taqsim kosinus x plusdan 1 taqsim kosinus sinus taqsim sinus x taqsim kosinus x ko'rinishidagi ifodani ko'paytirib bo'lamiz. Ya'ni biz bilamizki, kasrni surat mahrajiga bir xil sonni ko'paytirsak yoki bo'lsak, kasrning ko'rinishi o'zgaradi, lekin qiymat o'zgarmaydi. Shunga ko'ra bir xil ifodani ko'paytirib olsak bo'ladi. Ana endi biz mana bu ifodani addenni yozib oladigan bo'lsak, xo'sh, buni addenni ko'paytiradigan bo'lsak, mana ifodani o'zini biz suratga ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni suratga ko'paytiradigan bo'lsak, quyidagi holatga keladi. 1 taqsim kosinus kvadrat x plus sinus x taqsim kosinus kvadrat x taqsim 1 taqsim kosinus x plusdan sinus x taqsim kosinus x ko'rishga keladi. Ana endi biz pastdagi ifodamizni u deb belgilash kiritamiz. Ya'ni u teng 1 taqsim kosinus x plusdan sinus x taqsim kosinus x. U deb belgilagan funksiyamizdan du, ya'ni hosil olamiz. Hosil oladigan bo'lsak, mana bu funksiyani bizlar kosinus x ni minus 1 darajasi buni bizlar endi tangens x deb yozib olamiz. Mana shundan biz hosil olishimizga to'g'ri keladi. Ana endi hosilamiz kosinusni mana darajasiga minus 1 sakrab tushadi. Kosinus minus 2x taqsim kosinus minus 2x bo'ladi. Minus 1da 1 qo'shilganda va bu murakkab funksiyalikdan kosinus x ni o'zidan ham hosil olamiz. Kosinus o'zidan hosil oladigan bo'lsak, bizga minus sinus ni beradi. Shuning uchun mana bu plus sinus x bo'ladi va plus tangensni o'zidan hosil oladigan bo'lsak, 1 taqsim kosinus kvadrat x dx ko'rinishga keladi. Ana endi bizada du ni o'zi ixchamlab yozadigan bo'lsak, minus daraja bo'lgani uchun kosinus kvadrat pastga tushadi. Kosinus kvadrat x plusdan tangensdan 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'rinishga keladi. Mana shu narsamiz du dx ga teng. Ana endi bu ifodani o'zidan mana bu dx ni topa olamiz. Dx ning o'zi bo'lib oladigan bo'lsak, du taqsim sinus x taqsim kosinus kvadrat x plusdan 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'rinishga keladi. Ana endi yuqoridagi mana bu dx ni o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuborsak bo'ladi. Biz qo'yadigan bo'lsak, funksiyamiz quyidagi ko'rinishga keladi. 1 taqsim kosinus kvadrat x plus sinus x taqsim kosinus x taqsim
Mana bu funksiyamizni u deb belashtirganmiz. U ko'paygan dx ni o'rniga, mana bu dx ni o'rniga biz mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. Mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. Qo'yadigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Du taqsim sinus x plyusdan sinus x taqsim kosinus x plyusdan 1 taqsim kosinus kvadrat x. Kosinus kvadrat x. Mana bu holatga keladi. Bizda yuqoridagi bilan pastdagi ifodamiz teng bo'lgani uchun ikkalasi qisqaradi va ko'rinish quyidagi holatga keladi. Ya'ni 1 taqsim u du. Ana endi u bo'yicha boshlang'ich oladigan bo'lsak, bu funksiyamiz ln modulda u plus s ko'rinishga keladi. Ana endi ln nimani u deb belashtirdik biz? U deb belashtirgan funksiyamiz mana bu. O'shani qo'yib qo'yamiz. Ya'ni ln modulda u o'rniga 1 taqsim kosinus x plyusdan sinus taqsim kosinus turibdi mana bu yerda. Sinus taqsim kosinusimiz tanginsni beradi. Plyusdan tangens x plyusdan s ko'rinishga keladi. Bizning 1 taqsim kosinus x dx boshlang'ichimiz ln modulda 1 taqsim kosinus x plyusdan tangens x ko'rinishga kelar ekan. Ana endi yuqorida bizda mana bu funksiyamiz bor edi. Xo'sh. Mana bu funksiyamiz bor edi. O'shani o'rniga biz olib kelib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nima holat hosil bo'ldi? 2 integral 1 taqsim kosinus kub dx imiz teng bo'lgan. Bizda mana buni ko'chiramiz biz. Mana buni ko'chirib olsak ham bo'ladi. Mana shu funksiyamiz bizda berilgan edi. Endi biz mana buni o'rniga mana bu funksiyani olib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, mana bu funksiya kerak bo'ladi bizga. Demak, 2 integral 1 taqsim kosinus kub x dx degani teng tangens x taqsim kosinus x plus mana shuni o'rniga yuqoridagi mana funksiyani qo'yib qo'yamiz. ln modulda ln modulda 1 taqsim kosinus x plusdan tangens x. Demak, endi buni 2 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, integral teng 1 taqsim 2 tangens x taqsim kosinus x plus 1 taqsim 2 ln modulda 1 taqsim kosinus x plus tangens x ko'rinishdagi funksiyaga ega bo'lamiz. E'tiboringiz uchun